поддержка qiladigan assistentlarni yoqish knopkasi desak ham bo'ladi. Buni xuddi qarama-qarshi tarafida parkovочный assistent knopkasi. 3 ta gibridniy rejimi, 9 xil nedorожный rejim. Hozir avtomobilimiz nima deb o'ylaysizlar? Jim-jit turibdi, yoquvmi, o'chuvmi? Nima deb o'ylaysizlar? Hozir avtomobilimiz elektr rejimda. Oddiygina skorost D ga olib, ruchniy tushirsam, avtomobil bemalol mana harakatlana oladi. Juda ham mazza. Elektr gibrid mashinasida elektr zapas xodi ko'p bo'lsa, ko'p yura olsangiz. Imina mana shu knopka bilan siz elektr rejimda 150 km masofani bosib o'tasiz. Bu gibridniy rejimimizda 3 xil: avtomat va ekranda dublироваться qiladi. Elektronniy ekonom rejimga sразу o'tib qoldi va benzin rejim. Benzin rejimda ko'proq rasvod qiladi va benzin ishni boshlaydi. Avtomobilimizni baribir avtomat rejimga qo'yib yurgan yaxshi deb o'ylayman. Nega desa, elektronniy assistentlari o'zi aqlli va o'zi nima qilishni biladi. Bu holatda o'zi avtomat rejimga qo'yib yurishni maslahat beraman. Nedorожный rejimlarga keladigan bo'lsak, avtomobilimizda mana 8 xil nedorожный rejimi bor. Unda qor, o'rmon, qum, tosh. Hozirgi sport rejimiga kelamiz. Avtomobilimiz gibridniy rejimi avtomatda va nedorожный rejimlardan alohida o'tganimizda sport rejimga o'tkazganimizda imенно mana shu knopkani bossak, avtomobilimiz 508 sekundda shu 3 tonnadan ortiq yuk vesi bilan 508 sekundda 100 ga chiqa olishi, bu miyaga sig'dirish juda ham qiyin deb o'ylayman. 3 tonnalik qaysi gruzovoy avtomobil bunaqa qisqa muddat ichida 100 km tezlikka, даже Gentra avtomobilimiz 0 dan 100 gacha unaqa, bu avtomobilimiz 100 dan 200 ga chiqa olgandek chiqa olmaydi-da. Shunaqa bu avtomobil shunaqa qiziqki, bu avtomobilga kelib men bunaqasiga o'zingizlar ushab, haydab ko'rmaguncha baribir ming gapirganim bilan sizlar bu xususiyatlarini, emotsiyalarini demoqchi edim. Men shu berayotgan emotsiyalarni sizlar baribir seza olmaysizlar. Men hammangizlarga maslahat beraman, kelib avtomobilimizni test drive qilib, haydab, imminni har bir odam imminni men sezayotgan emotsiyani sezishini xohlayman. Manzil qayerda deb so'rashadi. Manzilmi? Manzil Toshkent indeksda. Yoki bo'lmasam quyidagi raqamlar. Alohida entuziastlar uchun yana bitta knopkaga joy qoldirib ketilgan. Bu yerda zaglushka deb o'ylamanglar. Bu maksimalniy komplektatsiya mashinamizda. Nedorожный mashinani xususiyatlarini yaxshi ko'radigan odamlar uchun qoldirib ketilgan. O'zingizlar xohlagan narsa funksiyani qo'yib olsanglar bo'ladi. Bu yoqda qolib ketgan narsamiz avtohold. Mashinamizda shu besiga yana avtohold ham bor. Eng qiziq tarafi podogrev, obduv 3 xil направленияda. Xohlasangiz o'ta qizdirasiz, xohlasangiz o'ta sovutasiz. Mazza qilib ishlatib ketsangiz bo'ladi. Qishga ham, yozga ham mazza qilib ishlatadigan avtomobillarimizda. Elektrorучник, bular mexanicheskiy. Ko'p avtomobillarda skorostga urganingizda o'zi avtomaticheskiy olinadi. Bu narsaga ham ancha o'rganib qoldik, lekin ahamiyat berganingizda buni qo'lingizda tushirmaguningizcha tushmaydi. Bu xavfsizlik uchun qilingan. Nedorожникda baribir hammasida shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman. Podlokotnikka keladigan bo'lsak, juda ham yumshoq, qo'lni qo'yish katta bir удовольствие beradi. Ochadigan bo'lsak, katta bir 6 ta butulka sig'adi. Endi qanaqa butulka olish o'zingizlarga bog'liq. Xohlasanglar kola solib qo'yasizlar, xohlasanglar boshqa narsa solib qo'ysanglar bo'ladi. Abduvaymi box bir timda ushlab turadi. Qo'ygan ichimliklarni yoki любой qo'yilgan narsani. Bu yerda taynik. Любой bu narsani yashirib solib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir bu narsalar ham sekin-sekin yo'qolib ketyapti современный avtomobillarimizda. Sentralniy tonnelga keladigan bo'lsak, biz уже ko'pgina elektromobillarga o'rganib qoldik. Tagida joy bo'ladi. Bizda gibrid bo'lishiga qaramasdan, tagida joy bor va anchagina katta. Men tarafda, ya'ni водительский tarafda USB Type-C va USB Type-A быстрый zaryadka dostuplari bor. Yana xuddi boyagidek 80 vatli, 50 vatli. Xuddi shu joyi qarama-qarshi tarafiga keladigan bo'lsak, multimedia uchun moslashtirilgan USB Type-A razyomi va 12 volt 120 watt beradigan prikурвитель. Mashinamizda 3 ta prikурвитель bor. Yana bitta pluslaridan passajirskiy tarafda kryuchoklarimiz bor. Общий mashinamizda 5 ta kryuchogimiz bor ekan. Avtomobilimiz ergonomikasiga keladigan bo'lsak, juda ham qulay va juda ham komfortniy. Komfortda yangi uровеньga o'tasizlar bu avtomobil bilan. Lekin ichiga o'tirganingizda nedorожниkligi esingizdan chiqadi. Podveskasi shunaqa zo'r настройка qilingan. To'g'ri o'zingizlar ham настройка qilsanglar bo'ladi, lekin po zavodu shunaqa zo'r настройка qilingan. Komfortda ichida cho'kib ketasizlar. Kaziro'ka ochadigan bo'lsak, zerklo podsvetkasi bilan plus tarafi ochiladi va yonga. Hozir mana shu narsalar oldin bor edi, lekin hozirda yo'qolib ketyapti. Men shu narsaga qarshiman. Imminni bo'lishini xohlayman. Bular
To'g'ri, Mercedes, Audi'lar haligacha o'ylashadi, lekin именно ko'pchilik byudjetniy yoki subflagman mana shunaqa avtomobillarimizda уже yo'qolib ketyapti. Kaziroklar двойной bo'lardi, agar eslasanglar. Eslaganlar meni kommentariyada поддержка qilib qo'ysin. Двойной kaziroklar bo'lardi. Hozir to'g'ri bittalik kazirok, lekin двойной поддержкали. Xohlasangiz bir xilda quyosh 45 gradusda sizga tushishi mumkin-da, ham oldindan, ham yondan. Ham buni xohlasangiz bu yoqqa cho'zib bunday yopib qo'yasiz, bemalol. Bu yoqda oldin anaqasi bo'lardi. Mayli, u narsani qo'ydik. Уже o'tmishga kovlamaylik deydi-yu. Ergonomikasiga keladigan bo'lsak, juda ham qulay. Salonning zerkalasini ko'rsataman, qoyil qolasizlar. Salonning zerkala xuddi Land Cruiser'lardagi o'xshab, внедорожникda o'tirganingizda eslatib turadi. Orqadagi 3-qatori ham bemalol kuzatib o'tira olasiz, yo'lda uzoqqa ketayotgan bo'lsangiz ham. Salonning zerkala bo'ldi, bu to'xtadimi desanglar, hop, bunda pastga tushirsak, ikkita ochki sig'adigan podachochnik. Ichi filtr bilan обшитый. Filtr bilan обшивка qilingan. Buni yopib qo'yadigan bo'lsak, registratorimizning tiniqligini qaranglar, bolalar. Mana bu yog'iga fleshka tiqib qo'ysak bo'ladi. Hamma yozadigan videolarni mana shu fleshka orqali yozadi. Mana shunga tiqib qo'ysak bo'ladi. Bu yog'iga keladigan bo'lsak, mashinamizni shunchalik внедорожник bo'lishiga qaramasdan, shunchalik komfort bo'lishiga qaramasdan, yana bunda panorama ham qanaqa? Eng katta panoramada shtorkasi ham ancha qalin. Katta panorama bo'lishiga qaramasdan, Bay kompaniyasi bizani o'ylab, buni dukli qilib qo'ygan. Xohlasangiz bundoq ochib qo'yasiz. Bundoq xohlasangiz bundoq qilib qo'ysangiz, polni oxirigacha ochiladi. Toza havoda mazza qilib, qushlarning sayrashini dalalarga, mana bu внедорожник joylarga chiqqaningizda mazza qilib har tarafdan komfortda yurar ekansiz-da bu mashina bilan. Komforti zo'rda bu mashinani baribir. Mikrofonlari bu yoqda joylashgan, удобный. И avtomobilning perimetrida, salonning perimetrida полный shumadav bilan jihozlangan. Har bir anaqasida akustikasining mощныйлиgidan shumadav ham qo'yilgan. Внедорожник bo'lishiga qaramasdan, shuma izolyatsiyasi bir xil premialniy brendlarda ancha zo'r. Mana bu bardachok, плавность хода, o'zini elektrolifti bilan. И mana bu podstakanniklar. Qani nima deysizlar? Esladinglarmi? Qaysi avtomobil bu? Men kommentariyada обязательно kutib qolaman. Aytib qolasizlar o'zimga. Dunyodagi eng безопасный deb hisoblangan avtomobillardan biri Volvo, bilasizlar. Undan ham podushka безопасности ko'proq. Oldini o'zida 3 ta bokovoy shtorkalar, sidenalari alohida, orqa shtorkalar. Общий 14 ta podushka безопасности bo'lyapti bitta mashinamizda. Endi orqaga o'tamiz. Avtomobilimizning orqasiga keladigan bo'lsak, orqasida ham xuddi shunaqa качественный koja bizani kutib oladi. Faqat oldinga emas, hamma качественный narsalar, orqalarda ham ancha качество zo'r ishlatilgan. Podsvetkalar xuddi oldidagi bilan bir xil. Bu yog'imizda massaj funksiyasi удобство uchun dvernoy kartaga o'tkazilgan. Regulirovkalarni mana shundan qilasiz. Bizga Infinity brend ishlatilganligini yana bir marta tasdiqlab turish uchun yana bitta pishalka. Eski mashinalarimizga o'rganib qolganmiz, detskiy zamok rejimlari bu yoqda ham bor ekan. Juda qulay narsa deb o'ylayman yosh bolalar uchun. Bu mashinamizning ham massivniy dvernoy kartasi shunaqa katta bir ham o'zi mashinamizga o'xshagan bahaybatda qo'yadigan yecheykalarimiz ham ancha ko'p. Ikkita podstakannik qo'ysangiz bo'ladi. Yana bitta melochovka narsa qo'yishga joy. Главный akustikalardan mana yana. Orqasiga bir o'tiradigan bo'lsak, yana bir muhim funksiyalardan bittasi orqa oynamizda oxirigacha tusha olishi. Ko'p внедорожникlarda shu narsa yo'q haligacha. Keyin yana bitta funksiyasini ko'rsatib o'taman. Orqa oynasi ko'rdinglar, ancha qalin. Qalin bo'lishiga qaramasdan stekla paket. Mana shunday to'xtataylik ko'rinishi uchun. Mana bitta, ikkita, bu oddiy bir-biriga qilingan steklo emas, bu stekla paket, spetsialniy. Stekla paketning nimaligini bilsanglar, именно bu shuma izolyatsiya uchun va ko'rinish uchun unda alohida ishlab chiqarilgan narsa. Buni ham razrabotkasiga ancha byudjet ajratilgan. Stekla paket ishlatilgan va ancha qalin, orqasida ham, oldida ham. Mana klimat kontrol sistemalarini mana boshqarish, mana orqasida xuddi mana shu yana aytishdan charchamayman, Land Cruiser, Land Roverlarni eslatadigan dizayn mana. Podsvetkasi fokusli, именно kechasi shunaqa zo'r ko'rinadi. O'chirish yoqish funksiyasi ham o'zi uchun отдельно qilingan. Juda ham qulay deb o'ylayman. Mikrolift bilan ruchkalari, veshelkalari ham bor ekan. Orqada juda ham удобный o'tiruvdim. Endi to'g'ri, 1.80 dan sal kichkinaroqman. Endi katta odamga ham juda ko'p joy deb o'ylayman. 2 metrdan oshiq odam ham mazza qilib o'tiradi. O'zi o'tirib, orqasiga ham bemalol o'tiradi deb o'ylayman. Eng maksimalniy orqaga surgan vaqtim mana sidenlar. Ikkita musht yoki bir qarich deymizmi, mana shuncha joy mana. Sidenani
podдержкасы ham juda ekrani yaxshi podдержка qilib turibdi. Uzoq yo'lga yuradigan bo'lsangiz ham boshqa mazza qilib qiynalmasdan yurasiz. Orqasida o'sha premiumli segmentlarga bog'liq bo'lgan bor narsalardan xuddi shunaqa karmanchik bor. Urilmasligingiz uchun, oyog'ingiz olib ketmasligi uchun bu yoq ham ancha yumshoq, yaxshi plastiklardan ishlatilgan. Avtomobilimizda hamma ishlatilgan plastika juda baland kачествоda. Orqa klimat kontrolga keladigan bo'lsak, o'rtadagi deflektorlar dizayni juda ham chiroyli. Hech kimga o'xshata olmadim. O'ziga endi baykka o'xshar ekan, o'zini dizayni chiroyli chiqqan. Klimat kontrol bloki ham juda ham chiroyli. Avto mikroklimatda avto rejimi ham bor ekan. Mashinamizga aytib o'ting, 3 zonali klimat kontrol. Mashinamizda podogrev funksiyasi, obduf funksiyasi, orqadagi ikkita passajirga bemalol udobstvo uchun ancha qulay. 3 xil yo'nalishda mana yonadi bular ham. Sovuq, juda sovuq va prosta sovuq deya qolaylik. Type C va Type A razomlar ikkalasi ham быстрый zaryadka. Bittasi 80 vattgacha, bittasi 50 vattgacha podдержка qiladi. Va sizlar kutmagan narsa yana bitta. Nedorожнигimizda 220 volt. 220 volt 50 Hz 150 vattgacha beradi. 12 voltligini o'zida 120 vatt. Endi yopib qo'yadigan bo'lsak, orqadagi podlokotnikka kelinglar do'stlar. Bor deb ham o'ylamaydi bu yerda podlokotnik. 3 ta odam qisilib ketish kerak deb o'ylaysiz. Bu mashinani olib premiumli Mercedes, Audi'larni endi unutmaymiz, o'rniga alternativa qilib olamiz. Podlokotnikimizning tagida kichkina boks va bu yerda USB portlari bor. Boyaginday dublirованный faqat yana. Bu yerda mana bu yerda bu narsa qo'yish uchun juda ham chiroyli dizaynda qilingan. Kamera buni ko'rsata oladimi, yo'qmi bilmadim, lekin ko'z bilan ko'rganda 3D dizayn chiroyli ishlab qo'yishdi, menga yoqdi. Podstakannikiga keladigan bo'lsak, 5 kilogramm ves ko'tarar ekan, podstakannik. Qaysi mashinada ko'rgansizlar? Maksimum ko'rganim 3 kilo edi. Bu yerda 5 kilogramm ekan. Любой razmerdagi podstakanniklarni qo'ysak bo'lar ekan. Juda yaxshi ishlangan. Plastiklari ham yaxshi, yomon deya olmayman. Orqa spinkalari, sidenlarning общий regulirovkasiga keladigan bo'lsak, udobstvamiz uchun maksimalniy oldinga, orqaga, 3-qator uchun ko'proq joy yoki kamroq joy qoldirsak bo'ladi. Avtomobilda kim, nechta, qancha odam ketayotganligiga bog'liq. Podushkalari ham ancha udobniy, regulirovkalari ham, massajlar ham juda qulay ekan. Podголовниклari ham orqasida ham regulirovka bo'lar ekan. Menga juda ham yoqdi. Regulirovkalari, diapazoni juda katta. Endi 3-qatorga o'tamiz. 3-qatorimizga o'tadigan bo'lsak, o'tish udobnimi, yo'qmi, shuni ham tekshirib ko'ramiz. Bu yerda birchak bor, tortamiz. Juda ham yengil, mana ikkita barmog'imda umumiy surdim. Endi qanday qilib chiqilishini olamiz. Buni sizlarga ko'rsatishdan maqsad, menga o'xshagan o'rta yoshdagi mana bunaqa katta bolalar, o'rtacha bolalar orqada qanaqa keta oladi, chiqa oladimi, udobstvosi qanaqa, shuni ko'rsatish maqsadida ko'rsatmoqchiman. Bitta qadam, ikkita qadam va egildim va 3-qatorga o'tdim. Qani o'zim o'tirgan joy orqasiga o'tirib ko'raychi. Ha, aldamaymiz, to'g'risini aytamiz. Orqasi katta odam uchun. Lekin ancha joy ko'p ekan, o'ylaganimdan ancha ko'p ekan, yaxshi ekan. 3-qatorda ham udobstvosi yaxshi deb ayta olaman. Lekin uzoq yo'lga ketayotganda katta odamlarga emas, imенно yosh bolalar uchun ko'proq urg'u berilgan deb o'ylayman. Nega desa, USB Type A, USB Type C razomlar, podstakanniklar, kolonkalar, podsvetka duflari, mana shunaqa narsalar bor. Boshqa mashinalardan qaraganda yaxshi deb o'ylayman. Boya aytib o'tgandek, shumadaflar mana qo'yib ketilgan hamma joyda. Kolonkalarni, pishalkalar, усилитель hamma narsa anchagina sifat bilan plastiklarga ham qo'lingizni qo'yganingizda ancha yaxshi deb o'ylayman. Ikkita odam bemalol, ikkita bola bemalol mazza qilib keta oladi. Mashinamizning komfortini ko'rdik, brutalizmini ko'rdik, razmerlarini, oz-moz hamma funksiyalaridan bitta-bitta ko'rdik. Endi bir asosiy eng kerakli funksiyalardan bittasi, qobiliyatlardan deya qolaylik, bittasi orqa bagajnikini ochsak, 2 qatorga yotqizsak. Bemalol toqqa chiqsak, axotaga chiqsak, yotib ketishga, palatka anaqa qilib bemalol. Agar kemping rejimimiz bor, u haqida ham gapirib aytib o'taman. Agar u rejim yoqmasa, shu yerga matrasni bemalol qo'yib olib, yotib ketsangiz ham bo'ladi. Yotib ketib bo'ldi, to'yib, axotadagi ovlagan ayiqlaringizni, kiyiklaringizni, hamma o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni ovlab bo'lganingizdan keyin hammasini shu yerga ortsangiz bo'ladi. Ukam, men bu yerga hammasini sig'dira olmayman deydigan bo'lsangiz, mana sekin men bu yerda ochasizda, farkopi 4 ta boltini qotirib, pritsepga qolgan yuklaringizni hammasini ortib, bemalol 3,5 tonnagacha tortib ketaversangiz bo'ladi. Bugungi qisqa nazariy obzorimiz o'z yakuniga yetdi. Bizlarni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Agar shu videomizga 500 ta like yig'sa, nedorojniy joylarga chiqib,
avtomobilimizni test drive qilib, qanaqa xususiyatlari borligini to'liq yana bir obzor qilamiz.